Assalomu alaykum aziz talabalar. Ilmga chanqoq yoshlar bizni YouTube platformasi orqali kuzatuvchilar. Sizlar bilan bugungi davlat tilida ish yuritish fanidan yana bir bor ko'rishib turganimizdan benihoya xursandmiz. Yangi mavzumizni e'lon qilaman. Demak, xizmat yozishmalari deb nomlanadi. Biz o'tgan darslarda ham hujjatlarni guruhlanishiga yoki tasniflanishiga, hujjatlarga qo'yilgan talablar mavzularda mana shu hujjatlarni alohida ko'rib o'tganmiz va qisman yondashib ketgan edik izohlab, va bugun xizmat yozishmalarini o'sha mufassal holatda ko'rib o'tamiz. Mavzuni rejasi bilan tanishtirib o'taman. Rasmiy va shaxsiy xatlar. Birinchisi, ikkinchisi turli rasmiy xatlarning mazmuniy tavsifi. Uchinchisi, adres, o'sha manzil, taklifnoma, telegramma, telefonogramma, faksogrammalarning yozilishi. To'rtinchisi, axborot xati, ilova xat, kafolat xatining yozilish tartibi. Beshinchisi, tasdiq xati, farmoyish xati, eslatma xatining yozilish tartibi, da'vo xat, iltimos xat, so'rov xatining yozilish tartibi. Davlat tilida ish yuritish amaliy qo'llanmasi Davlat tilini rivojlantirish departamenti tomonidan nashr qilingan va tavsiya etilgan foydalanishga. Mana shu kitobda xatga quyidagicha izoh beriladi. Muassasalar orasida xizmat aloqalarini amalga oshiruvchi asosiy hujjat, albatta juda keng hujjat turi hisoblanib, ariza, umuman buyruq kabi xatlar ham tashkilotlar o'rtasida juda ko'p almashinadi. Xat orqali bajariladigan masalalar ko'lami keng bo'lib, bunday yozishmalar vositasida turli ko'rsatmalar, so'rovlar, o'sha javoblar yoki tushuntirishlar, xabarlar, takliflar, iltimoslar, kafolatlar beriladi yoki qabul qilinadi. Mana shundan kelib chiqib xatlarga turli xil nom qo'yiladi, rasmiy xatlarga. Eng ko'p yuritilgan xat bu iltimos xati hisoblanadi. So'ramoq jumlasi bilan odatda tugatasiz buni. Endi o'sha mazmun jihatdan turlicha bo'lgan bunday hujjatlarni umumlashtirgan holda xizmat xatlari yoki rasmiy xatlar deb yuritamiz. Xizmat xatlari xususiyatlariga ko'ra o'zaro farqlanadi. Xatlarni bajaradigan vazifasiga qarab quyidagi turlarga bo'lish mumkin. Albatta, birinchisi javob xatini talab qiluvchi xatlar. Bularga da'vo xat, so'rov xat, iltimos xatlar kiradi. Ikkinchisi esa javob xatni talab qilmaydigan xatlar. Ilova xat, tasdiq xat, eslatma xat, axborot xat, kafolat xat va boshqalar. Bu mavzu yuzasidan bilimlarni biz o'tgan video darslarimizda ham berib o'tganmiz. Bevosita buni mantiqiy davomi va takrorlash sifatida ham eslatib o'tyapmiz sizga. Xizmat xatlari mana odatda xatlar uchun tayyorlanadigan bosma ish qog'ozlariga yoziladi. Rasmiy ish qog'ozlari bo'lmagan hollarda xizmat xatlari xos ish qog'ozlariga yoki oddiy qog'ozga yozilishi mumkin. O'sha firmini blanka deymiz. Gerb tushirilgan, yuridik manzillar yozilgan tashkilotni maxsus xos ish qog'ozi deymiz buni. Yoki oddiy listga yozsangiz ham bo'ladi. Xat oddiy qog'oz varaqaga yozilsa, uning chap tomonidagi yuqori burchagiga xat jo'natilayotgan muassasa nomi ko'rsatilgan holatda to'rtburchak muhr qo'yilishi kerak. Va mana keyingisini ko'ryapsizki, xizmat xatlari zaruriy qismlari 24 dan tashkil etadi. Davlat gerbidan boshlanib, bajarilganlik haqidagi belgi bilan nihoyalaydi. Bu 24 ta tarkibiy qismni yodda saqlashingiz zarur. Endi ba'zi xatlarda undan kamroq bo'lishi mumkin, asosan eng ko'pi 24 ta. Mana xatni qolipi, shaklini ko'rib turishingiz mumkin. Yuqoridagi amaliy qo'llanmadan olingan. Har qanday xizmat xati mantiqiy jihatdan o'zaro bog'liq bo'lgan 3 qismdan iborat bo'ladi. Birinchisi, kirish qismi odatda xat bilan tegishli muassasaga murojaat qilishga majbur etuvchi asosiy sabab ko'rsatiladi. Ikkinchi qismda o'sha xatda qo'yiladigan masalani hal qilish zarurligi dalillar asosida bayon qilinadi. Xatning uchinchi, ya'ni xulosa qismida esa xat yozishdan ko'zlangan asosiy maqsad ifodalanishi kerak bo'ladi. Ushbu amaliy qo'llanma ham davlat tilida ish yuritish sizga yaxshi xizmat qilishi mumkin. Bemalol keng holatda foydalanib, qaysi soha bo'lishidan qat'iy nazar o'zingizda yuritadigan hujjatlaringizda foydalansangiz yaxshi bo'ladi. Bu va boya yuqorida ko'rsatgan kitobim ham yaxshi ilmiy, nazariy manba va amaliy qo'llanma sifatida ham tavsiya etilgan. Endi ushbu kitobda shuni yoziladiki, xizmat xatlari imkoni boricha qisqa bo'lishi, biroq bu qisqalik uning aniq va ravshanligiga ta'sir etmasligi kerak. Qoidaga ko'ra xizmat xatlari bir betdan oshmasligi lozim. Faqat juda muhim masalalar yozilgan, birmuncha mufassal bayon qilingan holatda biz o'sha 3 betgacha xatlarni matnni kengaytirib hujjatda o'sha xat tayyorlab yuboramiz. Pochta orqali yoki elektron pochtalar, Telegram orqalimi, o'sha ijtimoiy tarmoqlar yoki kuryer orqali yoki o'zimiz borib bu nusxasini tashkilotga berib kelamiz.
Endi o'sha xizmat xatlarida matn uchun sarlavha katta ahamiyatga ega. Albatta, ular hujjatning qisqacha mazmunini, ya'ni xat nima haqida ekanligini ko'rsatib turadi. Masalan, maktab ta'miri uchun qo'shimcha mablag' ajratish haqida, to'lovlarga kafolat berish haqida. Matn uchun sarlavhaning aniq va qisqa berilishi ish yuritishda qator qulayliklarni yaratadi. Sarlavha bir jumladan iborat bo'lib, xat matndan oldin chap tomonda joylashadi. Odatda sarlavha haqida yoki to'g'risida kabi ko'makchilar yordamida tugatiladi. Sarlavha 2 qismdan oshmasligi zarur. Ya'ni qisqaroq, aniqroq bo'lgani yaxshi. Endi imzolarga to'xtaladigan bo'lsak, xatda bayon qilingan masalalar bo'yicha javobgarlik bir nechta shaxs zimmasiga yuklatilayotgan bo'lsa, imzolar soni 2 yoki undan ortiq bo'lishi mumkin. To'lov haqida kafolatnomalar yoki moliyaviy hujjatlarda korxona rahbari, direktor imzo qo'yishi va bosh hisobchi ham imzo qo'yishi zarur bo'ladi xatda, va ikkalasi ham mas'ul shaxs sifatida imzo qo'yadi ushbu xatga. Endi ilovada ham mana ko'rib turishingiz mumkinki, xat matnida qayd etilgan ilovaning mavjudligi quyidagi tarzda ifodalanishi mumkin. Ilova so'zi necha sahifadan iborat va nusxada berilayotganligi ruchkada yozsangiz ham bo'ladi. Mana shu holatda xatga qo'yib chiqarganingizdan keyin va unga ilova 3 betda 4 nusxada, 4 ta tashkilotga ketyapti masalan, va nusxasi deb jo'natiladi. Masalan, viloyat hokimiga deyiladi, nusxasi tuman hokimliklariga o'sha xat yuborilishi mumkin. 5 nusxa ham bo'ladi yoki ba'zida ko'proq bo'lsa, umuman nechta nusxa bo'lsa qo'yilishi kerak. Ushbu rekvizit bosma ish qog'ozida tayyor holda ham bo'lishi mumkin. Agar ilova qilinayotgan hujjat muhim mustaqil bo'lsa, ya'ni asosiy maqsad mazkur hujjatni ma'lum tashkilotga yetkazish bo'lsa, bunday hujjatlar alohida ilovalar, ya'ni ilova xatlar yordamida yo'llanadi. Ilova xatlar ham mavjud yoki xatni o'zida ham ilova keltirsangiz bo'ladi. Axborot xat, axborot nomidan kelib chiqdiki, axborot berish, ya'ni bunday xatlardan ko'zlangan maqsad ma'lum tashkilot yoki shaxsni amalga oshirayotgan tadbirdan xabardor qilishdir. Axborot bildirishnomalarini bilardingiz. Mazmunan mana shu bir-biriga yaqin. Axborot xatlarining hajmi oddiy ma'lumotnoma ko'rinishida bo'lib, o'sha bir jumladan to bir necha sahifagacha bo'lishi mumkin. Ba'zan axborot xatlardan ayrim tashkilotlar o'z faoliyatini targ'ib qilish maqsadida ham foydalaniladi. Ushbu xatlarga referent yoki kotibning imzosi yetarli. Biroq xatda bayon qilinayotgan voqea yoki tadbirning ahamiyatiga qarab, xat tegishli mansabdor shaxs tomonidan imzolanishi ham mumkin. Va xatda muhr unchalik ham shart bo'lmaydi. Ushbu kitobda mana darsliklar bilan ta'minlash haqidagi xat namunasini ko'rib turishingiz mumkin. O'rganib, o'zingiz uchun mana qolibi qanday yoziladi, shunga e'tibor berasiz. Agar qo'lyozma bo'lsa, qo'shtirnoq oddiy tushuntiradigan bo'lsak, 99 raqamiga o'xshab va 66 raqam bilan o'sha nihoyasiga yetadi. Qo'shtirnoq va bosma holatda mana bunday qo'shtirnoqdan foydalanasiz, lekin yozmada tinish belgilariga ahamiyat berishingiz kerak. Da'vo xati odatda da'vo va shikoyat xati sudlarga murojaat qilinadi. Da'vo kiritasiz, shikoyat bilan murojaat qilasiz. Ma'lum bir muassasaning boshqa bir idora yoki transport tashkilotiga nisbatan talab va e'tirozlari bayon qilingan xat hisoblanadi. Da'vo xati tashkilotlar o'rtasida bo'lishi mumkin, lekin da'vo ariza va shikoyat arizasi sudlarga kishilar tomonidan, yuridik yoki jismoniy shaxs tomonidan murojaat etiladi. Xo'p, da'vo xatlari yoki da'vonomalar deb ham yuritiladi. Da'vo xatlari tovar yetkazib berish, qurilish ishlari, ijara yoki tashish va shu kabi bir qancha ishlar bo'yicha tuzilgan shartnomalar bajarilmay qolganda o'z qonuniy huquqlarini va manfaatlarini himoya qilish maqsadida tuziladi. Da'vo xatlarida asosan shartnoma, ya'ni bitimga ko'ra o'z zimmasiga olgan majburiyatini buzgan tomon yetkazgan zararni qoplash talab etiladi. Da'vo xatining asosiy zaruriy qismlari o'sha 7 tani tashkil etadi. Da'vo qiluvchi muassasa nomi va manzili, xatning yozilish sanasi va tartib raqami, da'voni qabul qiluvchi muassasa nomi va manzili, hokazo. Nihoyasida mansabdor shaxsning imzosi bilan tugatiladi. 7 ta tarkibiy qism bor, buni yodda saqlang. Da'vo xatiga quyidagilar ilova qilinishi mumkin. 6 ta holatda ilovalar da'vo xatiga keltirilishi mumkin. Tovar transport yuk xati, temir yo'l yuk xati, aeroflot yuk xati, avtotransport yuk xati va boshqalar. 6-inchisi o'sha da'vogarning fikriga ko'ra da'voning haqligini tasdiqlay oladigan hujjatlar bilan ilovalarni tugatish mumkin. Buni yaxshi o'rganib oling.
va mana da'vo xatini namunasi. Xatning birinchi nusxasi aybdorga, ikkinchi nusxasi da'vogarning o'ziga qoldiriladi. Odatda o'sha da'vo xatlarini 3 nusxada tayyorlanadi va kimlarga taqdim qilinishi ham mana bu sizga ekraningizga havola etilyapti. Xatning 3-chi nusxasi da'vo arizasiga qo'shib sudga yoki hakamlikka topshiriladi. Talabnoma, sport talabnomalari haqida biz darslarda o'rgangandik yoki biron bir mahsulotni kerakli narsani olmoqchi bo'lsangiz tashkilotdan kanselyariya mollari bo'ladimi yoki biron bir texnik jihoz bo'ladimi, omborxonadan tegishli mas'ul kishiga talabnoma orqali rahbariga imzolatib, uni qanoatlantirgandan keyin talabnoma orqali o'sha narsani qabul qilasiz va sizni u moddiy javobgarligingizga o'tadi keyin. Xizmat yozishmalari sirasida bir tashkilotning boshqa tashkilotga yo'llagan talabnomalari ham uchraydi. Masalan, prokuratura ham talabnoma kiritib, deylik, boshqa soha vakilini xizmat tekshiruviga foydalangan holda uni albatta jalb qilishi mumkin yoki talabnoma kiritib biron bir vaziyat nuqtai nazaridan yoki zarur holatda talabnoma orqali ishlar tashkil qilinadi, yo'lga qo'yiladi. Sport talabnomalari ham odatda jadval ko'rinishida bo'lib, sportchilar ism-sharifi, sportga qatnashish uchun shifokor xulosasi, sog'lomligi yoki ruxsat bo'lmasa shifokor ruxsat etmaydi, og'irligi, bo'yi va hokazo bir qancha ma'lumotlarni jadval ustunlariga joylashtirib talabnoma yozish ham mumkin. Bunday talabnomalar ham bor, ya'ni talabnomalar turli holatda bo'ladi. Mana talabnomani matnini boshqacha holatda, ya'ni tashkilotlar o'rtasidagi talabnomani ko'rishingiz mumkin. Zarur o'rinlari ruchkada yozilishi yoki umuman to'liq kompyuterda yozilgan holatda ham taqdim qilinishi mumkin va matni qisqa, ya'ni mikro matn va katta makro matn holatda ham bo'ladi talabnomalar. Endi ilova xat esa xatni qabul qilib oluvchi, o'sha xatni qabul qilayotgan kishini jo'natiladigan hujjatlar haqida yozma xabardor qilish uchun qo'llanuvchi qisqacha xabar qog'ozidir. Ilova xat ish yuritishda keng tarqalgan muassasalarda bunday xatlar shartnoma loyihalarini yoki o'sha ziddiyatlar bayonnomalarini, da'vo materiallarini jo'natishda qo'llaniladi. Ilova xatlarda shartnomalar, da'vo materiallarining jo'natish vaqti va turli hujjatlar loyihasini ko'rib chiqish muddatlari ham qayd qilinadi. Shu sababli da'vo shikoyat ishlarida u yozma dalil sifatida qo'llanilishi mumkin bo'ladi. Ilova xatning asos zaruriy qismlari 4 ta. Bu taqdimotda keltirilgan, tanishib olishingiz mumkin. 4 ta zaruriy qism bor. Buni qaysidir 3 ta yoki 2 ta holatda yozish to'g'ri emas. 4 ta zaruriy qism hammasi aks etishi kerak. Mana ilova xat shaklida namuna, ust xati bo'ladi va kimga yo'llanayotganligi, asosiy matn va rahbar imzosi bilan nihoyasiga yetkaziladi. Yodda saqlaymiz, yo'llaymiz, ilova qilamiz, qayta yo'llaymiz, taqdim qilamiz kabi so'z va birikmalar ilova xatlarning o'ziga xos belgisi hisoblanadi. Keyingisi iltimos xat. Albatta eng keng tarqalgan turuq hisoblanadi. Bu haqda ham aytgandik sizga. Masalan, Termiz davlat universiteti rahbari tomonidan, rektor tomonidan deylik, Milliy gvardiya boshlig'iga, Surxondaryo viloyat boshqarmasi boshlig'iga xat bilan chiqsa, ya'ni ikki tashkilot o'rtasidagi hamkorlikda tadbir o'tkazish bo'yicha bir tashkilotdan ikkinchi tashkilotga xat bilan murojaat qilinadi. Yoki masalan, turli xil nutq madaniyati bilan bog'liq yoki davlat tili ishlatilishi bilan bog'liq daryo sifatlariga ma'ruza qilish uchun universitetimizga boshqa tashkilotlar ham xat bilan chiqqanda albatta biz borib ma'ruza o'tib o'sha mavzu doirasida fikrlarni bayon qilamiz. Mana shunday ishlar xatlar orqali amalga oshiriladi. Iltimos xatlarning mana zaruriy qismlarini ko'rib turibsiz. 3 ta xat oluvchi tashkilot va mansabdor shaxs nomi, matn va ilova. Agar zarur bo'lgan holatda ilova ham taqdim etamiz. Kafolat xati, buni ko'p holatlarda yozamiz. Kafolat berasiz nimagadir. Deylik, biron bir vaziyatga yo'l qo'ygan kishi qayta o'shani takrorlamaslik uchun kafolat berishi. Umuman olganda kimnidir javobgarligi zimmasida kafolat berish holatlari ham mavjud. Muayyan bir shart yoki va'dani tasdiqlash maqsadida tuziladi. Xatlarning bu turi qoidaga ko'ra bajarilgan ish uchun haq to'lashda yoki ishning bajarilish muddati haqida, turar joy bilan ta'minlashda, ishga qabul qilishda, bajarilgan ishning sifati haqida kafolat berish uchun tayyorlanadi va tashkilot yoki alohida shaxslarga jo'natiladi. Bu turli xil holatlardan bo'lishi mumkin, faqat shu degani emas. Shuni yodda saqlashingiz kerak. Mana kafolat xatining namunalar, kafolat berish bilan birga xabar berish, so'rash, iltimos kabi ma'nolar ham
ifodalanishi mumkin kafolat xati matnida va to'lovga kafolat beramiz, to'lovni kafolatlaymiz kabi jumlalar ham ishtirok etadi. Xos ish qog'oziga yoziladi. Kafolat xatlari ham boshqa xat turlaridek odatda yoki oddiy listga ham o'zingiz yozishingiz mumkin. Endi so'rov xatini oladigan bo'lsak, javob talab qiladigan bunday yozishmalarda so'rov xati hisoblanadi va hujjatning yoki boshqa zarur narsalar so'raladi. Birgina xatda turli masalalar doirasida bir necha so'rov aks etmasligi, unda bayon qilinayotgan masalalar aniq va ravshan ifodalanishi lozim. Faqat shu holdagina yo'llangan so'rovga tez va mukammal javob berish mumkin. Ikki qismdan iborat bo'ladi: kirish va xulosadan. So'rov xatidan mana namuna keltiramiz. Ikkita namuna keltirilgan, tanishib o'tishingiz mumkin. Keyingi tasdiq xat, tasdiqlamoq fe'li bilan tugatiladi. Mana ko'k rangda matndan namuna keltirganmiz va tasdiq xatini ko'rib olishingiz mumkin. Ma'lum bir muassasa tomonidan yuborilgan iltimos va so'rovlarga javob tarzida yoziladigan xatlarning bir turi hisoblanadi. Tasdiq xatining qaysi xatga javoban bitilganligi iloji boricha aniq ko'rsatilishi kerak va tasdiqlamoq fe'li bilan nihoyalaydi. Va farmoyish xatiga o'taman men. Farmoyish xati bu farmoyish, rahbarlar farmoyishdan tubdan farq qiladi. Bir tarmoqqa tegishli quyi masalalarning yoki quyi muassasalardagi turli masalalar bo'yicha barchasiga yo'llangan rasmiy hujjatdir. Ya'ni bir tashkilot, yuqori turuvchi tashkilot quyi bo'g'inda bo'ysunuvchi tashkilotlarga farmoyish xati yuboradi. Farmoyish xatlar xizmat aloqalarining ko'pgina sohalarida qo'llaniladi. Ularning asosiy vazifasi aynan bir xil mazmundagi xabarni bir necha manzilga yo'llashdir. O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi o'z qaramog'idagi barcha ilmiy muassasalar va tashkilotlarga bir xil ko'rsatma bermoqchi bo'lsa yoki oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligi davlat va xususiy universitetlarga yoki institutlarga, filiallarga farmoyish xat chiqarishi mumkin. Bu namunalarni ko'rib o'tganmiz. Barcha tadqiqot institutlariga, barcha muzey rahbarlariga kabi mana ko'rib o'tishingiz mumkin farmoyish xat namunasini. Eslatma xat. Men sizga eslatma xat bilan shuni aytmoqchimanki, eslatma xat shunday holatga egaki, mana namunasini ko'rib turishingiz mumkin. Jo'natilgan iltimos va so'rov xatlarga javob olinmasa, shuningdek tuzilgan shartnomalar muddati buzilganida yoki unga amal qilinmagan hollarda eslatma xat yuboriladi. Mazkur xatlar mazmun jihatidan uncha katta bo'lmaydi. Mana qisqa ko'rib turibsiz. U mazmun va hajm jihatdan telegrammalarga yaqin turadi. Odatda eslatma xat bir yoki ikki jumladan iborat bo'lib, kotib yoki referent tomonidan imzolanishi ham mumkin. Sizlar bilan xizmat yozishmalari haqidagi ma'lumotlarimiz shundan iborat edi. Darsimizni nihoyasiga yetkazamiz. Keyingi darsga qadar uchrashguncha xayr, sog' va omon bo'ling.